Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa yana keyingi zakasimizni olib kelib, xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Bu yerga 3 dona shunaqa mokroy rangda bir qanotli eshiklarni ustanovka qilib berdik. Fasonlari skromli, chiroyli holatda, yopiq fasonda. Tepasi yorishlik uchun oq ayna solib, kichkina ko'z qilib qo'yib berdik. Hozir sizlarga buni narxi, ma'lumotlarini hammasini tushuntiraman. Hop, bu yerda 3-chi eshigimiz. Birinchi o'rinda sifatiga e'tibor berasizlar. Mayda detaligacha hafsala qilib qilingan. Xo'p, endi eshigimiz ma'lumotini bersam, eshigimizni MDF material 08 laminat MDF dan qilingan. Rangi hozirgi moda bo'layotgan mokriy rangdagi MDF dan, fasonlari shu holatda. Rekalari bilan preslangan holatda 4,5 sm qalinlikda bo'lgan. Obnalishkalari 10 sm. Artganda chekalarini qo'lini kesmasligi uchun qirini o'ldirib, chiroyli holatda qilib qo'yganmiz. Laklari juda chiroyli, tiniq holatda chiqdi, xudo xolasa. Xo'p, bunimizga shumka ham qilib berdik. Mana rezinkalar qo'yib, tepadagi rekalarni ham baquvvat qilib, to'rga 3,5lik rekadan baquvvat qilib berdik. Bu yopganda udardi mahkam ushlab turgan. Xo'p, shumkalari, korobkasini eni 10 sm. Xo'p, bu tomon qalinligi 4,5 sm bo'ladi. Bu eshigimiz shunaqa og'ir bo'lgani uchun kesaki baquvvat bo'lsa, keyin uzoq xizmat qiladi, egilib ketmaydi, mashina ushlab beradi. Xo'p, zamoyda o'zini eshikda rangiga moslab, fasoniga moslab, haytay zamon qo'yib berganmiz. Hozir mana yopilishlarini ko'rasizlar. Ruchkasini buramasdan yopib beraman. Ovozini eshitasizlar, shumkani farqini. E'tibor beringlar. Qattiqroq yopaman endi. Ko'rdinglarmi? Shumkani foydalari shunaqa zo'r holatda. Xo'p, oshxona ham xo'p, bir qanot bo'lgani uchun 3 tadan qo'yib berganmiz, tepaga 2 ta, pastga 1 ta qilib. Xo'p, bu eshigimiz ham xuddi mana shu holatda. Bularga ham shumka qilingan, mana. Xo'p. Mana eshitdinglar. Xo'p, orqa tomonlarini ham ko'rsatib beraman. Pena haqlari, kelgan ligirovkalari. Mana eshigimiz orqa tomoni. Bir tomoni oz, bir tomoni ko'p emagan, bir xilda 1-1,5 sm pena ekan. Eshigimizning orqa oldi bir xil holatda, zamolarimiz ham orqasidan qulflaydigani bor. Bu pisha zamolar, serdeshnisi ham hatto temir bo'ladi orqadagi qulflaydigan darajasigacha. Peshlari bir xil liniyada kelgan, tiniq holatda. Zazor unaqa ko'p emas, katta och emas. Chiroyli. Hop. O'zimiz kelib o'lchab ketganmiz. Mana xudo xolasa olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu o'zimiz Andijonda asakasini Niyozbotir degan joyiga. Laytni o'zim ham ko'rinayotgan bo'lsam kerak. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Buni ham ochib olishni ko'rsatib beraman. Hayotda zo'r, xudo xolasa. Xo'p, nomerimiz 99lik 607 6900 bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp, email hammasi bor. Sizlar ham Telegramda yozib, razmerlar bersanglar, hisob-kitob qilib beramiz. Kelish bo'lsa, o'zimiz borib o'lchab, inshaalloh kelib yana o'rnatib beramiz. Xo'p, pulga keladigan bo'lsak, bularning metr kvadratini 800 ming so'mdan qilib berdik. Bitta eshigimiz standart razmerda 2 kvadrat chiqadi. Puli 1,600,000 so'm bo'ladi, bir donasini o'zi. Shuni ichida shu holatda bo'ladi eshiklar. Biz hisoblaganda eshikni xuddi shu holatda ko'zinglarni oldiga keltirasizlar. Biz shu holatda hisoblaymiz. Shuning ichida olib borib o'rnatib berishlari ichida bo'ladi. Oynalariga davr, shumkalari bilan birga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Xizmatimiz butun vodiy bo'ylab ob'yomga qarab, kelishilgan holatda ustanovka, dastavkalar ichida qilib beramiz, ob'yomga qarab. Boshqa joylarga ham inshaalloh hammasini kelishgan holda qilib bera olamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham shunaqa chiroyli eshiklarni nasib qilsin. Yana bir narsa, biz har doim ustaxonada yoki suv bo'lgan joyda olardik. Mana uylarda, mana butgandan keyin aboylar yopishtirib, mana patologiya qilgandan keyin o'rnatsanglar, mana eshiklar mana shu holatda chiqadi. Biz quruq suvda holatida shunchalik. Adilkadan keyin eshiklar xuddi shu holatga kelib, eshik ham juda tiniq chiqadi. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.